Iroqning Bag'dod shahridagi xalqaro aeroportga yaqin yerda joylashgan AQShning harbiy bazasiga hujum qilindi. O'tgan kuni mazkur hududga 15 ga yaqin snaryad otilgan. Bazada Eron xalqining mujohidlari, muxolifat guruhining quvg'in bo'lgan a'zolari joylashgan bo'lgan. Qurolli to'qnashuvda halok bo'lganlar borligi aytilmoqda. Biroq ularning aniq soni hozircha ma'lum emas. Shuningdek, hujum kim tomonidan uyushtirilgani ham noma'lum. Hozirda tekshiruv ishlari davom etmoqda. So'nggi 2 kun oralig'ida Lesbos oroliga ketayotgan muhojirlar kemasi halokatga uchradi. Unda 300 dan ortiq qochqinlar bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Voqea joyidan Gretsiya qutqaruvchilari 240 nafar kishini saqlab qolishga ulgurgan. Kuni kecha mazkur hududdan 8 nafar kishining jonsiz tanasi topilib, ularning 4 nafari yosh bolalar bo'lgan. Hozirda bedarak yo'qolgan qochqinlarni qidiruv ishlari davom etmoqda. Qutqaruvchilar halok bo'lganlarning soni ortishini ta'kidlashmoqda. Eslatib o'tsak, oktyabr oyining boshidan buyon Egey dengizida cho'kib ketgan muhojirlarning soni 40 dan ortgan. Kemaning halokatga uchrashiga kuchli shamol va to'lqin sabab bo'lgan. Xalqaro muhojirlar tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan buyon Yevropa o'lkalariga ketayotgan qochqinlarning 3000 ga yaqini dengizga cho'kib halok bo'lgan.